Assalomu alaykum. Turing, saloming chirgir. Ha? Tilla olgani keldingizmi yoki sotgani keldingizmi? Olaman ham sotaman ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Menda qadimgi tilla bor. Mana eshitishimcha sizlar tillalar qimmatga olib, arzonga sotar ekansizlar, ha? Mana shu ushab turasizmi? Qayerga stabilga boraydi? O'tirasizmi? Mayli, yeb qo'ymang, xo'p? Ham yeb qo'ymayman. Ukajon, endi meni tillam olinmaydigan joyda. Ye. Ha. Shu olinmaydigan joy bilan birga o'lchashning iloji bormi? Qiyinroq bo'ladi-yu. Olib kelganingiz yaxshiroq lekin. Yo. Hali u meni nazarimda siz o'shancha narxda bera olasizmi, yo'qmi, kelishalamizmi, kelisha olmaymizmi? Bekorga uni yulib olgandan keyin uni qaytarib qo'yish ham qiyin-da, ukajon. O'sha uchun shundoq o'lchang. Mayli. O'lchang, ukajon, o'lchang. Juda og'ir tilla. Qo'yganimga 30 yil bo'ldi. Biram marta mana shu tomonim bilan umuman gapirmaganimman, ovqat ham yemaganman. Gramni uchib ketmasin deb, даже og'zimni g'arg'ara qilganman, bu tomonda g'arg'ara qilganman. O'lchang, nimaga qarab o'tiribsiz? Va buni yechib keling, balkim ichida musor bordir. Qanaqa musor? Meni og'zimda hech qachon musor bo'lmagan. Tozalab yuraman, men tishimni yuvaman. Amburingiz bormi? Hozir uzib beraman tishimni sizga. Ana 12 millionni shaqillating endi. Siz o'lchadik, taxminan 8 gram tilla bor ekan. 1,5 million so'mdan 12 million bo'lyapti. Ya Ovsinjon, diamant degan oltin do'koni haqiqatdan ham zo'r ekan-ey. Siz ham ana ichingizdagi tillarni olib kelib, butun gavdangiz bilan o'lchab berayotgan. Meni og'zimdagi 12 million bo'ldi. Rahmat sizga.